Nima gap? Xullas do'stlar, bu videoda men sizlarga OBS'ni nastroy qilishni o'rgataman. Qanaqa? Men просто o'zim qilgan nastroykani sizlarga o'rgatmayman. Sizlarning kompyuterlarga mos bo'lgan eng optimal nastroykani qanaqa qilib topishni, qanaqa qilib qilishni emas, faqat topishni o'rgataman. Endi uni o'zingizlar nastroy qilib qolasizlar. Xullas, ketdi. Xullas, birinchi bo'lib qiladigan ishimiz eng optimal nastroykani qanaqa topamiz. Buni yo'li juda ham oson deb aytolmayman, oson lekin. Eng avvalo ChatGPTga kiramiz va yozamiz. Masalan, meni Intel i5 12900F RTX 3060 shu PK bilan stream qilmoqchiman. Shunga menga optimal va FPS tushmagan OBS uchun tochka va qo'shimchasiga bizda internet tezligini yozishimiz kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Fast speed desa, mana ham yaxshi. Uz Telekomnikini ochsanglar ham bo'ladi. Mana bitta bosamiz. Xullas mana bizda chiqdi. Zaguzka qilish sekund megabit sekund 98950, upload qilish, yuklash 79941 megabit sekund, pingimiz 298. Xullas, okey, biz hammasini bilib oldik. To'g'rimi? Keyin buni ham olamizda. Bundoq qilib GPT ga buni ham tashlaymiz va yozamiz. Bu meni tezligim. Qo'shimchasiga endi qattiq stream qilishlarni yozsanglar, bu aniq chiqadi bu yerda. Men va masalan nima o'yin o'ynaymiz? CS:G kabilar o'yini aytaman. Keyin yana qo'shimchasiga nima qilsak bo'ladi? Lekin yozamiz. Lekin sifatsiz bo'l kerak. Bam enter bosamiz. Endi bizga hozir bu OBS'ni setting qilishni ko'rsatib beradi. Ketdi mana. Senga tavsiya qiladigan OBS sozlamalar. Setting output. Video setting mana hamma settinglar yozib chiqadi. Undan ham misol OBS bularni tushunmayman, nima qilaysizlar? OBS ga o'tasizlar. Nastroykaga kirasizlar. Shunda mana shu screenshot olasizlar. Shunda mana screenshot olinadi. GPT ga tashlaysizlar-da. Mana men umuman kompyuter tushunmayman. Men so'kmoqchi edim mayli. Umuman kompyuter tushunmayman. Shu mana nimaga kirishimni, qanaqa qilishimni bittalab aytib qo'ydingizlar. Bu bitta aytadi. Misol uchun OBS ustanovka qildinglar. Mana shu OBS mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Nastroykani ochamiz. Bizda bu yerda hech bir oy tegmaymiz. Russkiy to'ysa xolisini inglizcha qilib qo'ydi. Agarda English tilini bilsanglar va Anglifyda ingliz tilini o'rgangan bo'lsanglar. Ay, reklama ketib qoldi. Xullas. Вывод. Translyatsiya, zapis, audio mana bunga tegishmas. Bizda misol uchun zapis o'yin translyatsiya emasda, stream emasda, zapis qilmoqchi bo'lsanglar, zapis sozlamalarni qilib berdingizlar. Zapis sozlamalarning bitta yaxshi tomoni bor. Sizlarda katta kачествоda zapis qila olasizlar. Streamda katta kачествоda qilsa bo'ladi, faqat yaxshi internetga. Tushunasizlarmi? Shuning uchun zapisda chegasi yo'q deb aytsak ham bo'ladi. Bizga translyatsiya kerak. Mana bitta расширенный u aytgan tepada. Menda Gemos yozib ber. Mana aytadi. Kadyosh rejim расширенный, mana rejim вывода расширенный. Kadyosh yozgan ekan, kadyosh video. Nvidia Nevis Heavis bizda xuddi shu narsa. Yo'q, bizda 264 taklif qildi. Lekin kelinglar shuni o'rgatishdan. Heavis va 264 farqi nimada? Bu YouTube'da mana shunaqa narsa bor. Video kodeka deyiladi. Videoingizni kачествосini YouTube o'zi qismadimi yoki qismaydimi? Shu narsani hal qiladi. Agarda siz 264 ga qo'ysangiz va sizda o'rtacha internet, o'rtacha kompyuter bo'lsa, katta ehtimol bilan YouTube sizning videoingizni qisib qo'yadi va kачествоsi tushib ketadi. Shuning uchun men Heavis qo'yganman, kачествоni uncha qismaydi. Keyingisi bitrate. Bitrate juda muhim. Men bitta upravlение bitrate'im CBR qo'yasizlar, bu aniq. Menda 10.000 turibdi. Bizga 12.000 taklif qildi. Nega? Chunki men internetim yaxshi. Lekin 10.000 достаточно. Da. Hamma aytadi 10.000 достаточно. Men o'yladim, 10.000 yo'q, достаточно emas. Men internetim yaxshi, ko'proq qilsam yaxshi bo'ladi. Yo'q. Ko'proq qilsangiz o'yinga katta nagruzka tushadi. FPS ping dadalashib ketadi. Shuning uchun 10.000 bu eng optimal, eng zo'r cho'tkisi. 10.000 bizni baxtli qiladi. Da. Keyingisi bizda interval ключевой кадров. 2 sekund bu обязательно nimaligini ham biling. Переустановка 5. Медленнее хорошее качество. Да, bu ham хорошее качество turishi kerak.
Keyin высокий качество регулировка. Bizada mana rejim multiplayer двойной поток, четвертое решение. Двойной поток, четвертое. Ko'rsam, xuddi men qilgan. Men ham chunki xuddi shundan qilganman nastroykani. Keyingisi bizada VKda 2 bo'ldi. Настройка video dot. Ikkinchi частimiz bizada. Настройка video. Bizada u qayerda mana video qismi bor. Videoga o'tsanglar, mana shu nastroykasi turibdi. Bu mani monitorimga ishlayapti. Full HD 1920 ikkinchisi ham shunaqa. Mana bu tipa sani birinchisi nima? Monitordan chiqayotgan video kачествоsi bu. 1080. Bizni uzatadigan video kачество, tipa videoga streamga necha uzatamiz? Bizda ham 1080. FPS bu FPS. Bu 60 tursin. Chunki 30 da agarda siz action o'yin o'ynasangiz, bu 30 bu dabdala, eng yomoni. Bundan yomoni bo'lmaydi. Shuning uchun 60 eng yaxshisi. 1080 60 FPS. Настройка audio. Bunga umuman tegish shart emas. Tak, bo'ldi. Почти всё. Endi kelib bundoq qilamiz. Translyatsiya qilish uchun, YouTube'ga chiqish uchun nima qilamiz? Biz YouTube'ni ochamiz. Mana bu создать bor. Shu создать bosamiz. Начать translyatsiya. Kelgan mana bu yerda sizlarda men birinchi marta qilayotgan bo'lsam, hech balo yozilmagan bo'ladi. Shuni izminit qilasizlar-da. Hammasini yozib chiqasiz joyda. Название, strimlarning oti, описанияsi, для всех, игра, mana bu o'yinni tanlasanglar bo'ladi, misol uchun. Bu nimaga? Kimdir misol uchun Fortnite kontentiga qiziqsa, unga o'sha kontentni berishadi. Sizlarning kontentingiz nimaga aloqadorligini bilish uchun shunaqa video ile streamni o'zida belgilashga, bu kontent shunga aloqador deb. Keyin bu yerda obloshka qilsanglar bo'ladi. Bu yerda playlist, xohlasanglar mana 3 ta playlistim bor. Streamni tanlayman. Okay bosamiz. Qiziq joyi mana shu yerda video ne для детей qilishga, chunki для детей qilsanglar u YouTube Kids'ga o'tib qolishi mumkin va u yerda sizni absolut hech kim ko'rmaydi. Nice. Shuning uchun ne для детей qilasiz. U yog'i mana bu hashtaglar, balobatdan uni o'qib chiqib o'zingiz sekin bam qilib tashlaysiz. Saqlanch qilamiz. Как использовать видеокодек bor. Mana bitta bossanglar, ключ потока degan narsa bor. Ключ bu kalit degani. Mana shu yerda kalitasini tut. Sizlar nima qilasizlar? Mana buni copy qilasizlar, OBSga o'tasizlar, mana bu translyatsiyaga o'tasizlar. Bu yerdan YouTube'ni tanlaysizlar. Keyin mana bu yerda men akkauntimni ulab qo'yganman o'sha. Shuning uchun menda ключ поток so'ramaydi. Aslida shu yerda ключ потока degan joy bo'ladi. O'sha joyga mana bu yerdan olgan kodimizni bitta tashlaysizlar. Применить, сохранить, okey bosasizlar-da, bo'ldi. Mana bu yerdan начать translyatsiya qilsanglar, mana bu yerdan ham yonadi translyatsiya, bu yerdan ham yonadi, ko'rsam. Bo'ldi. Umuman qiyin joyi yo'q. Просто nimasi muhim? Siz настройка qilishingiz, kompyuteringizga mos qilib va internetingiz yaxshi bo'lishi. Yomon internet bilan yaxshi stream qilib bo'lmaydi. Da. Baribir qotishlar bo'ladi. O'zingizda FPS tushib ketadi, ping tushib ketadi. Yo o'ynagan deb bo'lmaysiz yoki stream qotib dabdalashib ketadi. Shuning uchun internet muhim. Настройкani kompyuteringizga moslab iloji boricha optimal qilishga harakat qilasiz. Endi mana bu yerda qanaqadir nimadirlar qo'shishni o'rgatmading-u, tupoy. Biz qanaqa qilib video qilamiz desanglar, mana bu yerda misol uchun juda ham oddiy. Добавить источник bor. Ochasizlar. Har xil narsa bor. Захват игра. Bu tip o'ynayotgan faqat o'yiningiz o'zini oladi. Ko'pchilik shunaqa ishlatadi. Browser, balobatlar bilan o'zingiz ko'p chiqasizlar. Bitta joyini aytib ketaman. Что mana. Захват окно qil deydi. Bizda tipi okno olingan mana. Google oknosi olingan. Uni rangini настройка qilmoqchi bo'lsanglar, bizda filtr degan joy bor. Buni ko'pchilik aytmaydi, lekin o'zi ishlatadi, aytmaydi. Mana shuni aytib ketmoqchi. Filtr ochasizlar. Bizda filtr ochganda shunaqa okno ochiladi. Deylik bizda rang yomon bo'lib qo'yapti. Biz nima qilamiz? Ochamiz. Corrected цвета. Bizga shu kerak. Chunki biz faqat rangi bilan o'ynamoqchimiz. Qolgan narsa bizga kerak emas. Corrected цвета qilamiz. Okay, qo'shamiz. Mana bu yerdan настройкалар qo'shsam, ochiq qora qilsa bo'ladi. Deylik gam, bundoq qilib o'zingizga mos qanaqadir yoqimli, lekin ko'payib ketmasin. Juda ham sochni qo'ysanglar, uje yoqimsiz, notabiiy bo'lib qolishi uchun o'rtacha ozdan настройка qilib, chiroyli настройка qilib olasizlar. Звукка kelsa, звук birinchi marta ochganingizda u ham past bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda ham filtr bor звук uchun. Ushileniyya degan buni ham plyus bosamiz, mana shu yerdan filtrlar bor, o'sha yerdan ushileniyya olasizlar. Menda 15, ya'ni 15 barobar ovozim ko'tarib beradi va shuning uchun men bu yerda buni kamroq qo'yganman. -8 da turibdi, чтобы ovozim o'rtada chiqishi uchun. O'ylaymanki, hammasi tushunarli va yoqimli bo'ldi. Endi men bilan yoqimli bo'lmasa, kim bilan yoqimli bo'ladi? Xullas, video shu, tamom. Like bosinglar, obuna bo'linglar, xohlasanglar donat qilinglar. Ya bilmadim, nima qilsa bo'ladi? Xullas, rahmat.